fikrlashlikni o'rganishlik orqali razgovorlikni rivojlantirib boramiz. Bu kitobda arab tilida eng ko'p ishlatilinadigan, ya'ni turli mavzularda, har darsda turli mavzularda ishlatilinadigan iboralar keladi, boshlang'ich darajadan boshlab. Mana shu iboralarni yodlab, qolip ifodalarni, eng ko'p ishlatilinadigan qolip ifodalarni yodlab, muhaddasada ishlatishlik orqali muhaddasamizni o'stirib boramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Al-faslul awwal. Xo'p. At-tahiyyatu 'inda al-muqabala. Muqobala, ya'ni uchrashuvdagi, uchrashgan vaqtdagi salomlashish holati. Bu yerda aytiladigan jumlalar, bu yerda unga javob o'laroq aytiladigan asosiy jumlalar kelyapti. Assalomu alaykum va alaykumassalom. Marhaban deyilganda marhaban bik deb javob beriladi. Sabahul xayr deyilganda sabahun nur deb javob beriladi. Xayrli tong degani yuqoridagi marhaban salom degan ma'noda ishlatiladi. Sabahul xayr xayrli sabah, xayrli tonglar, xayrli tong ma'nosida. Sabahun nur ham ayni shu ma'noda ishlatiladi. Masaul xayr xayrli kech ma'nosida. Masaun nur nurli kechalar, bu ham xayrli kech ma'nosida ishlatiladi. Ahlan va sahlan xush kelibsiz degani. Ahlan bik va marhaban xush ko'rdik degan ma'noda ishlatilinadi. Tasharraftu bik tanishganimdan xursandman, tanishgandan sharaf tuyaman degan ma'noda. Ash-sharafu lana bizga ham sharafdir, biz ham mamnunmiz degan mazmundagi javob o'laroq ishlatilinadi. Sa'idun bi liqoik sen bilan ko'rishganimdan xursandman. Va ana aydan va men ham degani. Fursatun tayyiba yaxshi fursatlar, ya'ni omad tilashlik ma'nosida ishlatiladi. Javob o'laroq fursatun sa'idahni ishlatsak bo'ladi. Shukran jazilan katta rahmat. Afwan arzimaydi degani va rahmat aytilganda aytiladigan chiroyli javoblardan bittasi la shukra ala vajib. Rahmat aytishlik shart emas, rahmatga hojat yo'q degani. La shukra ala vajib. Rahmat aytishga hojat yo'q mazmunda ishlatiladi. Afwan esa arzimaydi degan ma'noda keladi. Ma'assalama ko'rishguncha salomat bo'ling ma'nosida. Fi amanillah Allohning panohida bo'ling ma'nosida ishlatilinadi. Xo'p, bu yerdagi iboralar ko'pchilikka tanish. Endi keyingi sahifada ta'abiru su'ali anil hali wal akhbar. Holat va xabarlar haqida, hol ahvol so'rashlik haqidagi savollar, ya'ni ta'abir, savol ko'rinishidagi iboralar. Ta'abir iboralar degani hol ahvol so'rashlikda odatda boshlang'ich darajada faqatgina kayfa halukni ishlatamiz. Kayfa haluk bu eng boshlang'ich darajaga xos bo'lgan hol ahvol so'rashlikni savoli hisoblanadi. Lekin hozir biroz yuqori darajada chiroyliroq holatda hol ahvol so'rashlikni jumlalar, qolip ifodalari kelyapti. Kayfa tasiru umuruka fi deb turib mana bu joydagi so'zlarning bittasini qo'yamiz. Kayfa qanday degani, tasiru ketyapti degani, sara yasiru fe'lidan chiqqan. Umuruk amrun ish degani, umur ko'pligi mana shu jami, ishlar degani. Ka qo'shilsa sening degan ma'no chiqadi. Umuruka sening ishlaring qanday ketyapti? Fil amal ishxonangda, ishxonangdagi sening ishlaring qanday ketyapti? Yoki hayot qo'yadigan bo'lsak, kayfa tasiru umuruka fil hayat. Hayotingdagi seni ishlaring qanday ketyapti? Kayfa tasiru umuruka fil jami'a. Jami'a universitet degani, universitetdagi ishlaring qanday ketyapti mazmunda so'rash. Demak, mana shu joyga fidan keyin, mana shu misollarda kelgani kabi istalgan so'zni qo'yib so'rashimiz mumkin bo'ladi. Hol ahvol so'raganda, misol uchun, uyingdagi ishlaring qanday ketyapti, oilangdagi ishlaring qanday ketyapti, shirkatdagi ishlaring yoki maktabdagi ishlaring qanday ketyapti mazmunida misol qilib qo'yamiz. Mana shu iboralar o'tilgandan keyin bu yaxshi esingizda qolishligi, yodlab olishlik uchun vazifalar guruhiga har bitta iboraga 10 tadan mana shu joyga, mana bulardan bu yerda kelgandan tashqari misollar topib o'zingizlar yozib, qayta-qayta mana shu jumlani oxiriga boshqa so'z qo'yib yozib tashlashinglar kerak bo'ladi. Shunda yaxshi esingizda qoladi ishlatilishligi. Va iloji boricha yodlagan iboralarni muhaddasada ishlatishga harakat qilsanglar, arabcha suhbat qilganda
esingizda qolishligi oson bo'ladi. Demak, yana nima qo'yishimiz mumkin? Kayfa tasiru umuruka fil madrasa. Madrasadagi ishlaring qanday ketyapti? Kayfa tasiru umuruka fil bayt. Uyingdagi ishlaring qanday ketyapti? Kayfa tasiru umuruka fil aila. Oiladagi ishlaring qanday ketyapti? Kayfa tasiru umuruka fish sharika. Shirkatdagi ishlaring qanday ketyapti? Mana shu kabi istagan birorta makon nomini qo'ysak bo'ladi. Keyingisi ikkinchi ibora maza bika. Senga nima bo'ldi degani. Senga nima bo'ldi? Maza bik. Senga nima bo'ldi? Maza hadasa. Nima bo'ldi degani. Xo'p, demak buni oxiriga mana shu yerda ko'rsatilgan birorta so'zlarni qo'ysak bo'ladi. Maza bika ya sadiqi. Senga nima bo'ldi ey do'stim? Yoki maza hadasa ya sadiqi. Nima bo'ldi ey do'stim? Mana shu shaxsning o'rniga boshqa shaxslarni qo'ysak ham bo'ladi. Maza bika ya ummi. Senga nima bo'ldi ey onam? Maza hadasa ya ummi qo'ysak bo'ladi. Maza bikal yawm. Yawm bugun degani. Bugun senga nima bo'ldi? Yoki maza hadasal yawm. Bugun nima bo'ldi? Yoki al-an hozir degani. Maza bikal an. Hozir senga nima bo'ldi? Maza hadasal an. Hozir nima bo'ldi? Hadasa yahdusu sodir bo'lmoq degan fe'l. Nima bo'ldi? Nima sodir bo'ldi degan mazmunda tarjima qilamiz. Xo'p, bu haftada nima bo'ldi? Bu oy nima bo'ldi desak bo'ladi. Yoki mana bu shaxsning o'rniga birorta shaxslarni qo'yib, senga nima bo'ldi ko'rinishida savol so'rashlik uchun ishlatiladigan qolip ifoda, ibora hisoblanadi. Mana shu joyga nuqtalar o'rniga mana shu yerda kelgandan misollardan qolgan boshqalarni o'zinglar topib qo'yishinglar kerak bo'ladi. Xo'p, keyingi iboraga o'tamiz. Hal min jadidin indaka al-yawma fi. Hal mi qo'shimchasi, so'roq qo'shimcha. Min jadid yangiliklardan degani indaka senda bormi? Al-yawma bugun fi deb turib fi dirasati darslaringda. Bugun senda birorta yangilik bormi? Fi dirasati darslaringda. Bugun darslaringda birorta yangilik bormi? Yoki hal min jadidin indaka al-yawma fil hayya. Hayotda bugun senda birorta yangilik bormi? Hal min jadidin indaka al-yawma fil akhbar. Axbar xabarlar degani, xabarunni ko'pligi axbar. Xabarlarda bugun senda birorta yangilik bormi? Mana shuni o'rniga boshqa so'zlarni qo'ysak bo'ladi. Misol uchun uyingda birorta yangilik bormi? Universitetingda yoki maktabda birorta yangilik bormi desak bo'ladi. Hal min jadidin indaka al-yawma fil madrasa. Hal min jadidin indaka al-yawma fil jami'a. Hal min jadidin indaka al-yawma fil aila. هل من جديد عندك اليوم في الشركة؟ هل من جديد عندك اليوم في العمل؟ في مكان العمل ish joyingda desak bo'ladi. Mana shu kabi so'zlarni misol qilib qo'ygan holatda ishlatamiz bu iborani. Birorta yangilik bormi, nima gap ma'nosida ishlatiladigan ibora hisoblanadi. Mana shu qolipni yodlab olsanglar, oxiriga birorta ma'lum so'zni qo'ygan holatda ishlatilaveradi. Keyingisi ماذا يجري في البيت. جرى يجريdan chiqqan mana shu so'z jaro yajri fe'lidan ketyapti, bo'lyapti degan ma'noda ishlatiladi. Maza yajri nima bo'lyapti? Fil bayti uyda. Uyda nima bo'lyapti? Maza yajri fil amal ishda nima bo'lyapti? Maza yajri fish shari'. Shari' ko'cha degani, ko'chada nima bo'lyapti? Maza yajri fil jami'a universitetda nima bo'lyapti? ماذا يجري في المطار. aeroportda nima bo'lyapti? ماذا يجري في الشقة. kvartirada nima bo'lyapti? ماذا يجري في المدرسة. madrasada, maktabda nima bo'lyapti? Shu ko'rinishida ishlatamiz oxiriga birorta makon nomini qo'yib. Nima bo'lyapti degan ma'noda ishlatilinadi. Xo'p, keyingisi oxirgi ibora hal hunaka mushkilatun fi. Hal mi qo'shimchasi. Hunaka ikki xil ma'noda ishlatilinadi. Ko'pincha hunaka u yerda degan ma'nosi ham bor va bor degan ma'noda ham ishlatilinadi. Bu yerda hozir ko'p mashhur ma'nosi aslida ko'p kitoblarda u yerda degan ma'noda ishlatilinadi, lekin ba'zi holatlarda bor degan ma'noda ishlatilinadi. Bu yerda hozir bor degan ma'noni ifodalayapti. Hal mi qo'shimchasi ekanligini hisobga olsak, bormi degan tarjima chiqadi. Mushkilatun muammo degani.
birorta muammo bormi fil bayti uyda. هل هناك مشكلة في البيت uyda birorta muammo bormi. هل هناك مشكلة في الجامعة universitetda birorta muammo bormi. هل هناك مشكلة في العمل ishda birorta muammo bormi. Mana shu makon joylariga nomlariga o'xshash birorta so'zni qo'yib هل هناك مشكلة في الحياة hayotda birorta muammo bormi. هل هناك مشكلة في العائلة oilada birorta muammo bormi. هل هناك مشكلة في الشركة yoki في المدرسة في الجامعة deb birorta joy nomini qo'yib ishlatamiz bu iborani. Tushunarli bo'lyaptimi? Savol tug'ilsa, savollar bo'lsa bemalol qo'linglarni ko'tarib, mikrofonni ochib so'raverasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Xayrli bo'lsin, marhamat. Ustozim judayam tushunarli bo'lyapti dars. Alhamdulillah, Alloh manfaatli qilsin. Tushunmagan joylar bo'lsa so'rayverasizlar. Xo'p, keyingisi ham juda muhim mavzulardan bo'lgan ta'birul halil hasanati wal jayyida. Xo'p, ta'birlar, iboralar holatni yaxshi, o'ta yaxshi ekanligini ifodalashlik uchun iboralar. Mana shu 3-mavzuda kayfa haluk, ya'ni qandaysan, yaxshimisan savolini o'rniga ishlatiladigan kayfa haluk deb so'rashlikni, ahvolini so'rashlikni bir qancha chiroyli formalarda ishlatilinishi va alhamdulillah ana bi xayr deb javob berardik. Odatda boshlang'ich darajada Allohga hamd bo'lsin, men yaxshiman degani mana shuni o'rniga ishlatiladigan yaxshi ekanligini ifodalovchi bir qancha chiroyli jumlalar keladi. Xo'p, birinchisi savollarni ko'rib chiqamiz. Birinchi ko'k rangdagi kayfa halukni o'rniga kayfa anta desak ham kayfa haluk bilan bir xil ma'noni ifodalaydi. Yoki kayfa ahvaluk, ahvollaring qanday degani, yoki qisqartirilgan ko'rinishda kayfa ko'rinishda ishlatsak ham bo'ladi. Bu ham kayfa haluk ma'nosini ifodalaydi. Endi bi xayrin valhamdulillah javob berishda bi xayrin valhamdulillah oxiridan kama tuhibni qo'shadigan bo'lsak chiroyli javob bo'ladi. Bi xayrin valhamdulillah yaxshiman, Allohga hamd bo'lsin. Kama tuhib istaganingdek, sevganingdek degan ma'noda. Sen istaganingdek yaxshiman, sen xohlaganingdek yaxshi holatdaman degan mazmundagi javob bo'ladi. Bi xayrin valhamdulillah kama tuhib. Xo'p, keyingisi yaxshi ekanligini ifodalash uchun bi xayril valhamdulillah o'rniga ishlatiladigan yana bitta ibora. Mana shu anani nuqtalar o'rniga qo'yamiz. Ana fi ni'matin valhamdulillah. Ana men degani fi ni'matin, ne'mat degani bu fi da qo'shimchasi ne'mat ichidaman degani. Valhamdulillah Allohga hamd bo'lsin. Men ne'mat ichidaman. Ne'mat ichidaman, ya'ni majoziy ma'noda o'ta yaxshi holatdaman degan ma'noni ifodalaydi. Xo'p, yoki sihhati, sihhatim, sog'lig'im degani sihhati fi ni'matin valhamdulillah. Kayfa sihhatuk deb so'raganda kayfa halukni o'rniga kayfa sihhatuk, sihhating, sog'lig'ing qanday deb savol bersak ham bo'ladi. Shunaqa savol berilganda sihhati fi ni'matin valhamdulillah. Sihhatim ne'mat ichida, Allohga hamd bo'lsin, ya'ni o'ta yaxshi holatda sog'lig'im degan ma'noni ifodalaydi. Yoki avladi, kayfa avladuk, bolalaring qanday, avlad bolalar degani kayfa avladuk, bolalaring qanday deb so'raganda avladi fi ni'matin valhamdulillah, bolalarim ne'mat ichida, Allohga hamd bo'lsin deb javob berishlik bolalarim o'ta yaxshi holatda degan mazmunni ifodalaydi. Xo'p, keyingisi kayfa halukni o'rniga so'rashlik mumkin bo'lgan ba'zi uzunroq shakldagi savollar. Hal kullu shay'in ala ma yuram, hammasi joyidami degani. Hal mi qo'shimchasi, kullu barcha, hamma degani, shay'in narsa degani, ala ma yuram joyida, yaxshi holatda degani. Hal kullu shay'in ala ma yuram, hammasi joyidami, yaxshimisan degan ma'noda ishlatilinadi. Keyingi savol kayfal halu wal malu wal ayal. Kayfa halukni o'rniga uzunroq ko'rinishda kayfal halu ahvoling qanday, wal malu moling, ya'ni ro'zg'oring, oilang, ishing degan mazmunlarni o'z ichiga oladi. Vala ayal, ayal avlad yoki atfalni sinonimi, bolalar ma'nosida va bolalaring qanday. Kayfal halu wal malu wal ayal.
ishlaring, bolalaring va ahvoling qanday deb hammasini bittada so'rashlik. Keyingisi ma akhbaruka va ahvaluk. Nima xabarlar? Ma akhbaruk nima xabarlar? Va ahvaluk va holatlaring qanday, ahvoling qanday degan mazmunni ifodalaydi. Xo'p, endi bunga javob o'laroq kullu shay'in ala ma yuram deb javob bersak ham bo'ladi. Yuqoridagi javoblarni ham bersak bo'ladi, yuqorida o'tganlarimizni yoki bu ham bixayr va alhamdulillah o'rniga ishlatilinadigan ibora hisoblanadi. Kullu shay'in ala ma yuram. Hammasi joyida, hammasi yaxshi degani. Mana shuni savol shakliga aylantirib boshiga hal qo'yadigan bo'lsak, mi qo'shimchasi hammasi yaxshimi, hammasi joyidami degan savol formasi yasaladi. Javob formasida mana shu hal so'roq olmochni olib tashlab qolganini aytamiz. Kulli shay'in ala ma yuram. Hammasi joyida degani. Tushunarli bo'lyaptimi? Savollar bo'lsa marhamat. Tushunmagan joyinglar bo'lsa so'raverasizlar bemalol. Xo'p, savollar yo'q bo'lsa davom etamiz. Keyingisi hol-ahvol so'rashlik iboralardan kayfa umuruka. Kayfa qanday degani umur, amrun ish degani umur, mana shuni ko'pligi ishlar degani. Ka qo'shilsa sening degan ma'noni ifodalaydi. Umuruka sening ishlaring. Kayfa qanday degani. Kayfa umuruka ishlaring qanday. Keyingisi kayfa sihhatuka al-an. Kayfa qanday, sihhatu sog'liq, sihat degani ka qo'shilsa sening ma'nosini beradi. Kayfa sihhatuka sening sog'lig'ing qanday. Al-an hozir degani. Hozir sening sog'lig'ing qanday? Kayfa sihhatuka al-an. Keyingisi kayfa hayatuka. Hayoting qanday? Hayatu hayot degani ka qo'shilsa sening ma'nosini ifodalaydi. Kayfa hayatuk. Hayoting qanday? Hayoting qanday ketyapti mazmunida. Bu yerda esa javob o'laroq bi xayrin valhamdulillahni o'rniga ana fi ahsani hal. Men eng yaxshi holatdaman degani. Ana men fi da qo'shimchasi ahsan eng yaxshi degani hal holat. Men eng yaxshi holatdaman, o'ta yaxshi holatdaman. O'ta yaxshiman degan ma'noda ishlatilinadi. Ana fi ahsani hal valhamdulillah deb javob beramiz. Xo'p, keyingisi so'raladigan savollar hol-ahvol so'rashlikda kayfa sihhatuk sog'lig'ing qanday? Ma ahvaluk kayfa ahvaluk desak ham bo'ladi, ma ahvaluk desak ham bo'ladi. Ahvollaring qanday degan kayfa haluk ma'nosini ifodalaydi. Kayfa tasiru umuruk ishlaring qanday ketyapti? Tasiru ketyapti degani kayfa qanday, umur ishlar degani ka qo'shilsa sening ma'nosini beradi. Kayfa tasiru umuruk ishlaring qanday ketyapti? Mana shu umurukni o'rniga boshqa so'z qo'yib turib aytsak ham bo'ladi. Kayfa tasiru hayatuk hayoting qanday ketyapti? Yoki kayfa tasiru dirasatuk darslaring qanday ketyapti? Mana shu mazmunda savol yasashimiz mumkin bo'ladi. Javob berishlikning keyingi usuli alhamdulillah ala kulli hal. Har bir holatimga Allohga hamd bo'lsin. Kulli hal har bir holat degani alhamdulillah ala kulli hal. Har bir holatimga, ya'ni yaxshi va yomon holatimga ham Allohga hamd bo'lsin degan ma'noni ifodalaydi. Xo'p, demak, mana shundan iborat edi. Hol-ahvol so'rashlik va unga javob berishlik iboralari. Bularni har bittasini yodlab olishinglar kerak bo'ladi va muhaddasada hol-ahvol so'rashlikda faqat kayfa haluk bi xayr deyavermasdan mana shularni ishlatsanglar, ishlatilishlari ancha esinglarda qoladi. Xo'p, bugungi darsda mana shu bilan kifoyalanamiz. Keyingi darsga o'tmasdan, chunki bularni hali yodlashinglar kerak, yozishinglar kerak. Mana bularga bo'lsa, mana shu yerda gap tuzadiganlari nuqtali qo'yilgan bo'lsa, bunga gap tuzib vazifa guruhga tashlashlik kerak bo'ladi. Mana shu iboralarni yodlab olasizlar va mana shu misollarni o'rniga boshqa so'z qo'yib turib, qayta-qayta yozsanglar, har bittasiga 10 tadan misol qo'yib yozadigan bo'lsanglar, o'sha yod bo'lib qoladi, ancha esinglarda qoladi. Va bularni yodlagandan keyin muhaddasada, ya'ni so'zlashuvda, arabcha guruhlarda so'zlashganda ishlatadigan bo'lsanglar, ancha muhaddasinglar ko'tarilishligiga sabab bo'ladi inshaalloh. Dars haqida savollar, tushunmagan joyingiz marhamat. Ustozim rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Amin. Barchamizdan rozi bo'lsin. Alloh manfaatli qilsin. Ma'assalama. Ma'assalama. Kuni fi amanillah.